Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan juda ham muhim hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi bir mavzuni muhokama qilamiz. Hozir aytadiganlarim nafaqat nafaqaxo'rlarga, balki ularning farzandlariga, nabiralariga, ya'ni butun oilaga tegishli bo'lib, kelajakda katta muammolarning oldini olishga yordam beradi. Shunday ekan, diqqat bilan eshiting va bitta muhim ma'lumotni ham o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Bugungi suhbatimizda barcha nafaqaxo'rlarga taqiqlanadigan narsalar haqida gaplashamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Yaqin kelajakda jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda va agar bu haqda hozirdanoq xabar topmasangiz, jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Bu yangilik shunchaki xabar emas. Balki sizning moliyaviy barqarorligingiz va qonuniy huquqlaringizni himoya qilish uchun muhim yo'riqnomadir. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamga yetib borishi kerak. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab olamiz. Ilgari nafaqaxo'rlar uchun davlatdan nafaqa olish tartibi nisbatan sodda edi. Asosan, fuqarolar o'zlarining pensiya guvohnomalari va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilar. Kerakli hujjatlarni qog'oz shaklida topshirishar va nafaqalarni olishni boshlashar edi. Qo'shimcha daromadlar yoki boshqa ijtimoiy imtiyozlar haqida ma'lumot berish majburiyati unchalik qat'iy emasdi. Yoki bunday ma'lumotlarni yig'ish va tekshirish tizimi bugungidek mukammal ishlamas edi. Masalan, ba'zi nafaqaxo'rlar pensiya olayotgan bir paytda norasmiy ravishda qandaydir ishlar bilan shug'ullanishar, qo'shimcha pul topishar edi. Bu daromadlar haqida davlat organlariga, xususan pensiya jamg'armasiga xabar berish majburiyati deyarli yo'q edi. Yoki bu majburiyat juda yuzaki bajarilar edi. Ko'pchilik keksa avlod vakillari uchun bu yarim rasmiy holat odatiy hol edi. Kimdir bozorlarda kichik savdo bilan shug'ullanar, kimdir qo'shnilariga yordam berib pul topar, kimdir esa uyda hunarmandchilik qilib daromad olardi. Bu daromadlar odatda nafaqaning ustiga qo'shilib, oilaning kundalik ehtiyojlarini qoplashga yordam berar edi. Davlat organlari uchun bunday mayda daromadlarni nazorat qilish murakkab edi va bu borada maxsus mexanizmlar ham samarali ishlamas edi. Shu sababli ko'plab nafaqaxo'rlar davlatdan pensiya olib, shu bilan birga norasmiy daromadlarni ham yashirish imkoniyatiga ega edilar. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgarmoqda. Jamiyatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof, adolatli va samarali qilishga intilmoqda. Shu maqsadda bir qator yangi qonunlar va me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Bu o'zgarishlarning asosiy mohiyati shundaki, endilikda barcha nafaqaxo'rlar o'zlarining barcha daromad manbalarini va ma'lum turdagi mol mulkini majburiy tartibda deklaratsiya qilishlari shart bo'ladi. Eng muhimi ko'plab xizmatlar uchun, jumladan pensiya va ijtimoiy nafaqalar bilan bog'liq munosabatlar uchun endilikda raqamli platformalardan foydalanish majburiy qilinmoqda. Ya'ni ko'pgina masalalarni hal qilish uchun oddiygina qog'oz arizalar yozib yuborishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Bu esa eski usullarga o'rganib qolgan ko'plab nafaqaxo'rlar uchun katta qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Avvallari sizni hech kim so'ramagan daromad manbalaringizni endi to'liq va shaffof tarzda e'lon qilishingiz kerak bo'ladi. Aks holda sizning pensiyangiz to'xtatilishi, kamaytirilishi yoki siz qo'shimcha ravishda foydalangan imtiyozlaringizdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, bu qoidani buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik ham joriy etilishi mumkin. Bu yangi qoidalar asosan davlat mablag'larining adolatli taqsimlanishini ta'minlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlarga yordamni aniqroq yo'naltirish hamda korrupsiya va firibgarlikning oldini olishga qaratilgan. Bu jarayonning murakkabligi shundaki, u ko'pchilik uchun noma'lum bo'lgan yangi texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi. Keling, endi bu yangi qoidalar nimalarni o'z ichiga oladi? Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak va kimlar uchun bu o'zgarishlar unchalik ahamiyatli emasligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu barcha daromadlarni deklaratsiya qilish majburiyati. Ya'ni siz davlatdan olayotgan pensiyangizdan tashqari agar qandaydir qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz, uni pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy xizmatlar organlariga ma'lum qilishingiz shart. Bu qaysi daromadlar bo'lishi mumkin? Biri norasmiy ishdan olingan daromadlar. Tasavvur qiling. Ittibi yoshli Oysha xola nafaqaga chiqqaniga qaramay, qo'shnilarining bolalarga repetitorlik qilib, oyga 800 ming so'm atrofida pul topardi.
Avvallari bu daromad haqida hech kimga aytmasdi. Endi esa u bu daromadni deklaratsiya qilish kerak bo'ladi. Agar u buni qilmasa, zamonaviy axborot tizimlari uning daromadini turli manbalardan aniqlashi mumkin. Masalan, bank o'tkazmalari, tovarlar sotib olish to'g'risidagi ma'lumotlar orqali. Agar Oysha xolaning daromadi belgilangan chegaradan oshib ketsa va u buni deklaratsiya qilmasa, uning pensiya miqdori kamayishi yoki hatto to'xtatilishi mumkin. Misol uchun, yangi qoidalar bo'yicha. Agar qo'shimcha daromad minimal iste'mol xarajatlarining 2 baravaridan oshsa, masalan, hozirgi kunda taxminan 960 ming so'm, 2,96 million so'm nafaqa to'lovi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 2. Astrosk mol-mulkni ijaraga berishdan olingan daromadlar. Ba'zi nafaqaxo'rlar o'zining uyini, kvartirasini yoki yer uchastkasini ijaraga berib, qo'shimcha daromad oladi. Masalan, 65 yoshli Ahmad aka o'zining shahardagi kichik bir uyini oyga 2 million so'mga ijaraga bergan. Ilgari bu daromad soliq organlari tomonidan rasmiy ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa ham, ba'zida pensiya jamg'armasi uchun shaffof bo'lmagan. Endi esa bunday daromadlar pensiya jamg'armasiga ham majburiy ravishda ma'lum qilinishi kerak. Yangi tizimda davlat organlarining ma'lumotlar bazalari integratsiyalashganligi sababli soliq organlaridagi ma'lumotlar avtomatik ravishda pensiya jamg'armasi kelib tushadi. Agar Ahmad aka bu haqda o'zi xabar bermasa va ma'lumotlar bazalari orqali aniqlansa, u qoidabuzarlik uchun javobgarlikka tortilishi mumkin. Qimmatli qog'ozlardan yoki bank depozitlaridan olingan daromadlar. Ba'zi nafaqaxo'rlar tejamkor bo'lib, bank depozitlari bor va ulardan foizlar oladi yoki qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritib, dividendlardan daromad ko'radi. Bunday daromadlar ham endi hisobga olinishi kerak. Agar masalan 72 yoshli Mahbuba opa bankdagi depozitidan har oy 500 ming so'm foiz daromad olsa, buni ham deklaratsiya qilishi zarur bo'ladi. 4. Chet eldagi qarindoshlardan olingan muntazam pul o'tkazmalari. Agar chet elda ishlaydigan farzandlaringiz yoki boshqa qarindoshlaringiz sizga muntazam ravishda ancha katta miqdorda pul jo'natib turishsa, bu ham daromad sifatida qabul qilinishi mumkin. Ayniqsa, agar bu o'tkazmalar har oy bir xil yoki juda yaqin miqdorda takrorlansa va yillik jami ma'lum bir chegaradan oshib ketsa, bu haqda ham ma'lumot berish talab etilishi mumkin. Misol uchun, agar farzandingiz sizga har oy 3 million so'm jo'natib tursa, bu sizning pensiya daromadingizdan ancha yuqori bo'lib, sizni ijtimoiy himoyaga muhtoj toifasidan chiqarishi mumkin. Ikkinchidan, raqamli platformalardan foydalanish majburiyati. Endilikda ko'pgina davlat xizmatlari, jumladan pensiya va ijtimoiy himoya bilan bog'liq bo'lganlari faqat elektron shaklida taqdim etiladi. Elektron ariza topshirish. Misol uchun, agar sizga nafaqa miqdorini qayta hisoblash kerak bo'lsa yoki qandaydir yangi ijtimoiy yordam turini, masalan, uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiyalar olishga ariza berishingiz kerak bo'lsa, bularning barchasi endi Mening fikrim portali yoki elektron hukumat platformasi orqali amalga oshirilishi talab etiladi. 18 yoshli Komil bobo umr bo'yi qog'oz ishlari bilan shug'ullanib kelgan. U kompyuterdan foydalanishni bilmaydi va hatto smartfonda ham internetdan foydalanishda qiynaladi. Endi Komil bobo yangi subsidiya olish uchun ariza topshirish uchun elektron tizimdan foydalanishga majbur. Agar u bu xizmatlardan o'zi foydalana olmasa, yaqinlardan yordam so'rashi yoki maxsus davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishi kerak bo'ladi. Ma'lumotlarni onlayn yangilash. Pensiya guvohnomasi yoki shaxsiy ma'lumotlaringizda o'zgarish bo'lsa, ularni ham elektron tarzda yangilash majburiyati joriy qilinishi mumkin. Bu pensiya to'lovlarining uzluksizligini ta'minlash uchun muhimdir. Kimlar xavotir olishi kerak? Raqamli savodxonligi past bo'lgan nafaqaxo'rlar, kompyuter, smartfon va internetdan foydalanishda qiynaladiganlar eng katta xavf ostida. Ular o'z huquqlaridan xabardor bo'lmasliklari, onlayn arizalarni to'ldira olmasliklari yoki zarur ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim eta olmasliklari mumkin. Qo'shimcha norasmiy daromadga ega bo'lganlar, agar siz pensiyangizdan tashqari muntazam ravishda qo'shimcha pul topib, bu haqda hech qayerda ma'lumot bermagan bo'lsangiz, endi sizning daromadlaringiz davlat tomonidan aniqlanishi va bu sizning pensiya miqdoringizga ta'sir qilishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlaridan uzoqda yashovchilar, qishloq joylarda yoki uzoq hududlarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun davlat xizmatlari markazlariga borish yoki internetga ulanish imkoniyatlari cheklangan bo'lishi mumkin. Bu ularga yangi talablarni bajarishda qiyinchilik tug'diradi. Kimlar xavotir olmasligi kerak?
Faqatgina pensiya daromadi bilan yashovchi nafaqaxo'rlar. Agar sizning yagona daromad manbangiz davlat pensiyasi bo'lsa va boshqa hech qanday qo'shimcha daromadingiz yoki deklaratsiya qilinishi shart bo'lgan mol-mulkingiz bo'lmasa, siz uchun bu o'zgarishlar faqatgina elektron xizmatlardan foydalanish tartibining o'zgarishi bilan cheklanadi. Raqamli savodxonligi yuqori bo'lgan nafaqaxo'rlar yoki yordamchi oila a'zolari borlar. Agar siz kompyuter va internetdan erkin foydalana olsangiz yoki oilangizda sizga bu borada yordam bera oladigan kishi bo'lsa, siz uchun bu o'zgarishlar moslashish oson kechadi. Daromadlarni rasmiy ravishda deklaratsiya qiluvchilar. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz ham qo'shimcha daromadingizni har doim qonuniy yo'l bilan, masalan, yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida soliq to'lab olgan bo'lsangiz, demak siz allaqachon shaffof tizimda ishlagansiz va siz uchun bu yangi qoidalar jiddiy muammo tug'dirmaydi. Endi esa bu qoidalarga nisbatan istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Bu siz uchun juda muhim, chunki ba'zida qoidalar bir qarashda qattiq ko'rinsa ham, unda maxsus holatlar nazarda tutilgan bo'ladi. Qoidalarga istisnolar va yengilliklar. Bir yoshi juda ulug' va nogironligi bor nafaqaxo'rlar uchun davlat albatta aholining eng himoyasiz qatlamini unutmaydi. Agar nafaqaxo'rning yoshi juda ulug' bo'lsa, masalan, taqnim yoshdan oshganlar yoki jiddiy nogironligi tufayli davlat xizmatlari markazlariga mustaqil bora olmasa yoki raqamli xizmatlardan mutlaqo foydalana olmasa, ular uchun maxsus yengilliklar bo'lishi mumkin. Masalan, ularning nomidan qarindoshlari yoki vasiylari ishonchnoma asosida hujjatlarni topshirishi mumkin. Yoki ijtimoiy xodimlar ularning uyiga borib, kerakli ma'lumotlarni olishda va arizalarni to'ldirishda yordam berishi mumkin. Ba'zi hollarda ushbu toifadagi fuqarolarga qog'oz shaklida murojaat qilish imkoniyati saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu har bir holatda individual ravishda ko'rib chiqiladi. Ma'lum miqdordan past bo'lgan daromadlar. Ba'zi mamlakatlarda agar qo'shimcha daromad ma'lum bir minimal miqdordan oshmasa, uni deklaratsiya qilish majburiyati yo'q. Masalan, agar siz yiliga minimal ish haqining 3-5 barobaridan kamroq miqdorda daromad olsangiz, uni e'lon qilish talab qilinmasligi mumkin. Bu haqda aniq ma'lumotni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridan olishingiz kerak. Kichik miqdordagi sovg'alar yoki bir martalik yordamlar odatda daromad sifatida hisobga olinmaydi. Ammo muntazam va katta miqdordagi pul o'tkazmalar e'tiborga olinishi mumkin. Texnik imkoniyatlar yo'q joylar. Agar siz internet aloqasi yoki elektr ta'minoti doimiy bo'lmagan juda uzoq qishloqda yashasangiz va elektron xizmatlardan foydalanish imkoniyatingiz cheklangan bo'lsa, mahalliy hukumat yoki davlat xizmatlari markazlari sizga yordam berish uchun maxsus choralar ko'rishi mumkin. Ba'zida mobil xizmat guruhlari tashkil etilib, joylarga chiqishi ham mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar va noaniq holatlar. 1. Sovg'a va daromad o'rtasidagi farq. Sizning qarindoshlaringizdan yoki do'stlaringizdan olgan pul o'tkazmalari har doim ham daromad deb hisoblanmasligi mumkin. Agar bu bir martalik yordam yoki shaxsiy sovg'a bo'lsa, odatda daromad sifatida ko'rib chiqilmaydi. Ammo agar sizga chet eldan farzandingiz har oyda muntazam ravishda 5-10 million so'm jo'natib tursa, bu pensiya jamg'armasi nazarida muntazam daromad sifatida talqin qilinishi mumkin va bu sizning pensiya yoki ijtimoiy yordam olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda asosiy mezon o'tkazmaning muntazamligi, miqdori va maqsadi. Agar sizga har oyda yuqori miqdorda pul kelsa, buni izohlashga tayyor bo'ling. Ma'lumotlar bazalarining integratsiyasi, davlat organlari, masalan, soliq qo'mitasi, kadastr agentligi, banklar va pensiya jamg'armasi o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvi tobora kuchaymoqda. Bu shuni anglatadiki, sizning mol-mulkingiz, bank hisob raqamlaringizdagi harakatlar va rasmiy daromadlaringiz haqidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda tegishli organlarga yetkazilishi mumkin. Misol uchun, agar sizning nomingizda bir nechta kvartira bo'lsa va ularni ijaraga bergan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar tezda aniqlanadi. Shuning uchun barcha ma'lumotlarni to'g'ri va o'z vaqtida taqdim etish juda muhim. Asosiy firibgarlik holatlari. Yangi qoidalar joriy qilinganda ko'pincha firibgarlar faollashadi. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasi xodimlari yoki ijtimoiy xodimlar deb tanishtirib, sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamingizni yoki maxfiy kodlaringizni so'rashi mumkin. Hargiz bunday ma'lumotlarni telefon orqali yoki shubhali saytlarda kiritmang.
Davlat xizmatlari xodimlari sizdan hech qachon bunday maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar shubha tug'ilsa, darhol davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa markaziga murojaat qiling. 4. Grace davri va kechiktirilgan jazo ba'zida yangi qoidalar joriy etilganda. Fuqarolarga moslashish uchun ma'lum bir muddat, ya'ni graj davri beriladi. Bu davr mobaynida qoidalarni buzganlik uchun jazo choralari qo'llanilmasligi yoki yengilroq bo'lishi mumkin. Ammo bu haqda rasmiy xabarlarga quloq solish va belgilangan muddat ichida barcha talablarni bajarishga harakat qilish kerak. Bu muddat tugashi bilan qoidabuzarliklar uchun jiddiy choralar qo'llanilishi mumkin. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Aslida siz nima qilishingiz kerak? Siz uchun aniq va tushunarli amaliy qadamlar. Berilgan asosiy axborotni kuzatib boring. Pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi, Adliya vazirligi kabi davlat organlarining rasmiy veb-saytlarini muntazam kuzatib boring. Ommaviy axborot vositalarida televideniya, radio, rasmiy gazeta va portallar e'lon qilinadigan yangiliklarga e'tibor bering. Barcha yangi qoidalar va tartiblar haqida eng to'liq va ishonchli ma'lumotni shu manbalardan olasiz. Agar o'zingiz internetdan foydalana olmasangiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki qo'shnilaringizdan yordam so'rang. 2. Asta daromadingizni tahlil qiling. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz va shu bilan birga qandaydir qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz, uni ro'yxatlab chiqing. Bu daromadlar qayerdan kelyapti? Qancha miqdorda? Muntazam yoki bir martalikmi? Agar sizning daromadingiz rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, uni qanday qilib rasmiylashtirish mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Misol uchun, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida soliq organlarida hisobga turish variantlarini ko'rib chiqing. O'ting, asosiy davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki daromadingizni qanday deklaratsiya qilishni bilmasangiz, shaxsan o'zingiz yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring. U yerda malakali mutaxassislar sizga barcha savollaringizga javob beradi va kerakli ma'lumotlarni beradi. Aslida qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Odatda sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, shuningdek agar mavjud bo'lsa, qo'shimcha daromadingizni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, bankdan ko'chirma, mehnat shartnomasi, ijara shartnomasi talab qilinishi mumkin. Nima yozish kerak? Agar sizdan ariza yozish talab qilinsa, u yerda sizning to'liq FI'ingiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomangiz raqami va barcha daromad manbalaringiz to'liq va aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar shubhaga tushsangiz, mutaxassisdan yordam so'rang. 4. Elektron raqamli imzo eri olish. Elektron xizmatlardan to'liq foydalanish uchun sizga elektron raqamli imzo kerak bo'ladi. Uni davlat xizmatlari markazlaridan yoki onlayn tarzda agar imkoni bo'lsa olishingiz mumkin. Bu sizning elektron hujjatlaringizni tasdiqlovchi maxsus raqamli muhr bo'lib, onlayn arizalarni topshirishda va shaxsni tasdiqlashda juda muhimdir. Mening fikrim portali va elektron hukumat tizimida ro'yxatdan o'tish. Agar sizda mavjud bo'lsa, u holda mening fikrim portali, MyBankagov. Uz va elektron hukumat tizimida ro'yxatdan o'ting. Bu platformalar orqali siz pensiya, ijtimoiy nafaqalar, subsidiyalar va boshqa ko'plab davlat xizmatlari bilan bog'liq masalalarni onlayn hal qilishingiz mumkin. Agar o'zingiz buni qila olmasangiz, yaqinlaringizdan yoki davlat xizmatlari markazidagi xodimlardan yordam so'rang. Ular sizga akkaunt ochishda va undan foydalanishni o'rgatishda yordam beradi. 6. Yaqinlaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. Agar siz raqamli texnologiyalar bilan do'st bo'lmasangiz, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki boshqa yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ular sizning nomingizdan kerakli ma'lumotlarni topshirishda, arizalarni to'ldirishda yoki olishda yordam berishi mumkin. Buning uchun siz ularga ishonchnoma berishingiz yoki o'zingiz ularning yonida bo'lishingiz kerak bo'ladi. 7. Doimiy ravishda ma'lumotlarni yangilab turing. Agar sizning daromad manbalaringizda yoki mol-mulkingizda biron bir o'zgarish bo'lsa, bu haqda o'z vaqtida tegishli organlarga xabar bering. Vaqtida berilgan ma'lumotlar kelajakdagi muammolarning oldini oladi. Hurmatli tomoshabinlar, xulosa qilib aytganda, nafaqaxo'rlar uchun davlat xizmatlari va ijtimoiy ta'minot tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Raqamlashtirish va daromadlarni deklaratsiya qilish majburiyati bu hozirgi zamon talabi. Bu o'zgarishlar bir qarashda murakkab ko'rinsa-da,
aslida uzoq muddatda adolatni ta'minlash va tizimni yanada shaffof qilishga xizmat qiladi. Eng muhimi, bu yangiliklarga befarq bo'lmaslik va o'z vaqtida choralar ko'rish. Yuqorida aytilgan amaliy qadamlarga rioya qilsangiz, sizning pensiya va ijtimoiy imtiyozlaringiz xavf ostida qolmaydi. Balki sizning huquqlaringiz yanada mustahkamlanadi. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Bu videoni o'z nafaqaxo'r qarindoshlaringiz va tanishlaringiz bilan baham ko'rishni unutmang. Ularga ham bu muhim ma'lumot yetib borishi juda muhim. Bu borada siz qanday fikrdasiz? Yangi qoidalarga tayyormisiz? Yoki sizda bir savol yoki tashvish bormi? Fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izoh biz uchun qimmatli. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki biz birgalikda eng muhim va dolzarb masalalarni muhokama qila olamiz. Sog' va salomat bo'ling.